Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi 3-mavzuyimiz tarbiyaning tarixiy shakllari, Sharq va G'arb tarbiyaviy qarashlari nomlanadi. Bugungi dars mobaynida biz siz bilan quyidagi rejalar bo'yicha darsimizni olib boramiz. Tarbiyaning tarixiy rivojlanish bosqichlari, qadimgi Sharq sivilizatsiyasida tarbiya, qadimgi G'arbda tarbiya tizimi hamda 4-rejamiz Sharq va G'arb tarbiyasining umumiyliklari hamda farqlari deb nomlanadi. Xo'p, birinchi rejamizga to'xtaladigan bo'lsak, tarbiyaning tarixiy rivojlanish bosqichlari. Bunga olib qaraydigan bo'lsak, insoniyat paydo bo'lgan ibtidoiy davrlarga bu narsa borib taqaladiki, ya'ni insoniyat qanday sharoitda tug'ilgan bo'lsa, qanday sharoitda yashagan bo'lsa, atrof muhitini qanday vaziyat, qanday bir hayvonotlar, qanday bir tashqi muhit o'rab turgan bo'lsa, mana shu jarayondagi yashash muhiti, albatta o'sha yerdagi ishlab chiqarish jarayoni, madaniyat, diniy e'tiqodi hamda mavjud bo'lgan o'sha siyosiy tuzum albatta o'sha insonlarni tarbiyasiga ta'sir etadiki, bu jarayonni hisobga olgan holda biz bu davrni 5 bosqichga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni ibtidoiy jamiyat davri, qadimgi davr, o'rta asrlar, yangi davr hamda zamonaviy davr degan bosqichlarga bo'lib o'rganamiz. Birinchi bosqichimiz ibtidoiy jamiyat davrida albatta insonlar hayotiy tajribalari, o'sha bolalar masalan ov qilishlari yoki mehnat qilishlari, jamiyatda ishtiroklari, o'sha jamoa orqali ishtiroklari jarayonida tarbiyalangan bo'lsa, bularning asosiy maqsadi esa tirik qolish va o'sha jamoa a'zosi sifatida o'z o'rnini saqlab qolish bo'lgan. Ikkinchi davrimiz qadimgi davrda esa bu davrda davlatlar vujudga kela boshlagandan keyin asta-sekinlik bilan vaziyat murakkablashadi va insonlarda endi turli xil ko'nikmalar paydo bo'la boshlaydi. Masalan, diniy marosimlar, yozuv, san'at, fanlar paydo bo'lgandan keyin asta-sekinlik bilan odamlar mana shu davrga moslashgan holda bu fanni, bu madaniyatni, yutuqlarni, o'sha diniy qarashlarni o'zlariga singdira boshlaydilarki, bu narsa natijasida asta-sekinlik bilan ularda tarbiyani tabaqaviy jihatlari bo'la boshlaydi. Ya'ni diniy ulamolarda boshqacharoq tarbiya, fan odamlarda boshqacharoq tarbiya, oddiy aholida boshqacharoq tarbiya shakllana boshlaydi. O'rta asrlarga kelgandan keyin esa tarbiya aynan diniy maktablar hamda madrasalar orqali berila boshladiki va bu jarayonda endilikda mana shu diniy maktablarda o'rgatiladigan ilmlar vositasida tarbiya o'zaro uyg'unlashadi va natijada insonlarda halollik, sabr-toqat, itoat kabi axloqiy qarashlar shakllanishi davom eta boshlaydi. 4-davrimizga, ya'ni yangi davr kelgandan keyin bu 16-19-asrlar albatta G'arbda ma'rifat davri sanaladi va bu jarayonda dunyoviy ilmlar, turli xil texnikalar hamda insonlarni o'zlari mustaqil ravishda erkin bo'lishga harakat qilganlari o'ziga xos bo'lgan individual g'oyalarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi va insonlarda bu vosita ham ularning tarbiyasiga ta'sir etadi. Oxirgi 5-bosqichimiz bu zamonaviy davr deb ataladiki, bunda 21-asrda albatta global voqealar hamda globalizatsiya, texnologik jarayonlar insonlarning rivojlanishiga ta'sir etadiki, bunda turli xil axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanish natijasida ularda ijodkorlik, turli xil madaniyatlarning kirib chiqishi yoki aynan tanqidiy fikrlash ruhini ularda paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Qadimgi Sharq sivilizatsiyalariga qaraydigan bo'lsak, xususan Mesopotamiya, Misr, Hindiston, Xitoy, umuman Markaziy Osiyo hududlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu hududlardagi asosiy tarbiya tizimi ham ularning shu diniy e'tiqodlaridan, axloqiy me'yorlari va davlat boshqaruvlaridan kelib chiqqanki, masalan, oddiygina yana Hindistonga qaraydigan bo'lsak, ulardagi Budda dinining tarqalish jarayoni aynan bu hududdagi insonlarda chambarchas mana shu din bilan bog'liq bo'lganligini ko'rsatadigan bo'lsa, Xitoyda ham xuddi shunday, masalan, Konfutsiy ta'limotlari yoki boshqa shunga o'xshash ta'limotlarning tarqalishi natijasida vujudga keladi. Mesopotamiyada esa albatta yozuv, matematika, dehqonchilik, hunarmandchilik kabi sohalarning mavjud bo'lganligi bu davrdagi yosh avlodga fan va ishlab chiqarish vositalari orqali ularning demak tarbiyaviy jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan axloqiy va huquqiy mezonlarni ularga singdirilishiga sabab bo'ladi. Demak, qadimgi Misrda
tarbiya asosan ruhoniylar, zodagonlar farzandlari uchun mo'ljallangan bo'lsa, bu davrdagi o'sha mavjud bo'lgan yozuvlar, san'at, astronomiya yoki o'sha qurilish ishlari bilan bog'liq jarayonlar ham insonlar tomonidan kuzatib borilishi sabab bo'ladiki, hattoki ularda shu adolat ilohasi hisoblangan Mat bosi ham mavjud edi. Qadimgi Hindistonda esa Vedalar ta'limoti ham mavjud ediki, ya'ni bunda brahmanlar turli xil diniy matnlarni yodlash orqali o'zlariga o'sha matnlarda keltirilgan qarashlarni singdirishga harakat qilishsa, bundan tashqari mavjud bo'lgan o'sha falsafa, matematika, tibbiyot fanlari orqali ham o'zlarini ilmlarini mustahkamlashga harakat qilishardi. Qadimgi Xitoyda esa boya aytganimizdek o'sha Konfutsiy ta'limoti ularga ta'sir etgan bo'lsa, Markaziy Osiyoda esa bu Zardushtiylik, islom madaniyatining shakllanishi insonlarda yuksak tafakkurning paydo bo'lishiga va o'sha Qur'on, hadis, turli xil fanlarning o'rgatilishi natijasida odamlarning tarbiyaviy qarashlarining ham o'sishiga sabab bo'ladi. Umuman olganda qadimgi Sharqda mavjud bo'lgan mana shu axloqiy qarashlar aholi o'rtasidagi diniy fotolarning tarqalishi, ular orasidagi tarbiyaviy muhitning ham yaxshilanishiga sabab bo'ladi. Qadimgi G'arbda tarbiya tizimiga qaraydigan bo'lsak, bularda asosan Yunoniston va Rim sivilizatsiyalari mavjud bo'lganligi uchun asosan harbiy siyosiy ehtiyojlardan kelib chiqqanki, ya'ni masalan Afina yoki Sparta davlatlariga qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi asosiy ish bu harbiy ishidir va yoshlar bolaligidan boshlab jismoniy tarbiya asosiy o'rin egallagan bo'lsa va bu jismoniy madaniyatning shakllanishi mobaynida o'z navbatida ularda ma'naviyat, falsafa, san'at kabi demak bilimlarni ham o'rganish jarayonlari davom etardi. Xususan qadimgi Rimda tarbiya amaliy hayotga yo'naltirilganki, bu jarayonda ularning huquq, nutq madaniyati, harbiy tayyorgarlik jarayonlaridagi olib borgan faoliyatlari ularning kundalik faoliyatlari bilan uzviy bog'langan holda tarbiyaga qarashlarining rivojlanishiga sabab bo'ladi. Umuman olganda, agarda Sharq va G'arb tarbiyasi umumiyliklari hamda farqlariga qaraydigan bo'lsak, ikkalasi ham albatta jamiyat ehtiyojidan kelib chiqqan axloq normalariga e'tibor qaratilgan ikkalasida ham va ikkalasida ham asosiy masala ilm, fan va san'at bilan bog'liq bo'lgan. Albatta G'arbda ko'proq jismoniy tarbiyaga urg'u berilganki, chunki ularda mana shu Sparta davlatlarida birinchi o'rinda davlatning harbiy tayyorgarligi muhim sanalgandi. Tarbiya jarayonida albatta o'ziga xos tabaqaviy jihatlar ham bo'lganki, chunki qishloqlardan ko'ra ko'proq shaharlarda madaniyat yuqoriroq bo'lgan, chunki ularni ilm bilan shug'ullanishi ham imkoniyati ko'proq bo'lgan. Sharqda esa ko'proq diniy e'tiqodlarga ko'proq e'tibor qaratilgan bo'lsa, lekin shu bilan birgalikda aholi o'rtasidagi ilm fanning ham rivojlanishida hech qachon orqada qolish bo'lmagan. Ularda ko'proq shu jamoaviy faoliyat olib borishga harakat qilingan bo'lsa, G'arbda esa individual, ya'ni shaxslar o'z fikrlarini bildirishi, jamiyat haqidagi, davlat haqidagi qarashlarini singdirishi va o'shalar haqida aholi o'rtasida o'z fikrlarini bildirish jarayonlari Sharqqa nisbatan G'arbda salgina demak tarbiya qarashlarini rivojlanishda ko'proq ko'zga tashlanadi. Umuman olganda Sharq va G'arbdagi o'sha mavjud bo'lgan tarbiya qarashlarning shakllanish jarayoni o'zaro bir-biridan qaysidir jihatlari bilan farq qilsa-da, lekin hammasida albatta shu o'ziga xos jihatlari bilan aholining o'zini intilishlari bilan amalga oshirilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, keyingi darsda ko'rishguncha.